Alo. Alo, onasi. Bugun Munavvar opa uyda yo'q ekan. O'zingga bir boplab ovqat qilgan o'zing. Xo'p bo'ladi. Hojamga eng zo'r taomni tayyorlab beraman dedimda, uyimga yaqin do'kon, har kuni yangi barra mahsulotlar sotadigan Assorti market tomon yugurdim. Aytgancha sifatli go'shtni ham aynan shu marketdan topasiz. Bu taom uchun keling birgalikda bozor qilamiz. Assorti marketda kundalik ro'zg'or uchun eng kerakli barcha mahsulotlar, nozik ovqat mahsulotlari, kolbasa mahsulotlarining keng assortimenti bor. Bozorligimni ham qilib bo'ldim. Hamma ishim shu bitta marketdan bitdi. Endi uyga oshiqishim kerak. Ovqat tayyorlashga ulgurishim kerak-ku. Bir boplab restorandagidan ham mazali taom tayyorlab beray deb kartoshkani parrak qilib to'g'rab, yuvib, quritib oldim. Qozonga ko'proq yog' solib, qizigan yog'da kartoshkalarimni chips qilib, qip-qizil qilib qovurib oldim. Har doim taomda go'sht yumshoq chiqishi uchun go'shtni to'g'ri tanlab bilish kerak. Go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib parrak qilib to'g'rab, kartoshka qovurgan yog'imizni biroz ozaytirib, o'sha yog'da go'shtimizni ham qovurib olamiz. Qo'ziqorinni po'stidan tozalab, to'g'rab olamiz va piyozni ham ko'rsatilgandek qilib to'g'rab oling. Biroz qovurilgan go'sht ustidan piyozni solib qovuramiz va ketidan to'g'ralgan qo'ziqorinni solamiz. Tabga ko'ra tuz, murch sepamiz. Manda murch qolmagan ekan. Bir piyola suv quyib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bay bu taomni hidini-chi, ustidan kartoshkani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aniq ayta olaman, bu restoranda tayyorlangan taomdan anchagina mazaliroq bo'ladi. Tez tayyor bo'ladigan mazali taom retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilib hojangizga tayyorlab bering.